Yana vaqtimizga o'sha 5-6 minut vaqt qoldi, ha? Shunga sizlardan yana bitta qo'shimcha iltimos bor. Alloh subhanahu va taoloning bir oyat kalimasini eslatmoqchiman. Iloji bo'lsa shuni yozib bir-birlaringga tarqatib qo'yinglar. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Auzubillah va la tulqu bi aydikum ila tahluka" degan. Bir-birlaringni halokatga tashlab qo'ymanglar dedi. Halokatga tashlaydigan Rasululloh bo'lgan. Mashinalar o'tgan juma ham aytdim. Jumaga kirgan kishi bo'lib, yo'lda o'rtasiga tashlab ketib qolasan-da. Nima halokat? Ha bittasi onasining operatsiyasiga ketyapti. Skoriy pomosh o'talmadi. Onasi o'lib qoldi. Nomerda o'tib oldi. Seni, xotiningni, bolalaringni o'ldirib ketmasa ko'rasan. Shu ham jumami va sal qarab keling, juma o'qigan bo'lsangiz ham, o'qisangiz Xudoyingizni o'qiyapsiz. Odamlarga xalaqit qilmang. Alloh bilan bandaning o'rtasidagi kamchilikni Alloh kechiradi, ammo banda bilan bandaning o'rtasidagi kamchilikni banda kechirmaguncha kechirmaydi. O'zingizga pichoq uring-da, onangiz shunday o'g'il o'lib qolsa kimni kechirasiz? Domlasini ham kechirmaysiz. Juma o'qiyotgan domlasini ham kechirmaysiz, birodar. Shu ham qiliqmi? Yo'lda o'rtasiga qo'yib ketib qolasiz. Shashilayotgan kishi bo'lib, gilamli yo'lga shaq chiqib ketib qolasiz. Sizdan boshqalar shashilmayaptimi? Xato qilganingiz yetmaganda, manda burilib so'kinib o'tib ketyapsiz. Yo'lda o'rtasiga mashinani qo'yib, nima qo'yib qo'ydingiz desam, avvalini yoqib qo'ydim-ku deydi. Avvalini yoqib qo'yibdi degan, butun katta yo'lni bosib to'xtatib qoldi degani emas. Mo'min odam axloqi bilan mo'min. O'g'nalaylik, musulmonlik nomiga isnod keltirmaylik, odam bo'lmay o'l degan talqinlarni to'qimaylik. Rostdan ham har juma aytaman. Birinchidan namozxon musulmon degan unvon Rossiyada ham buzilmasin. Qirg'izistonda emas. O'rislar musulmonlar chestni bo'lasin desin. Bu Rasulullohga xiyonat. O'rislar aytadi, bularning Muhammad degan payg'ambari bor. Bular shunga o'rgatganda deydi. Ishonasizmi shunga? Bular o'sha Alloh degan gapga ishonishadi. Bular g'it yolg'onchi deydi. Bu xiyonat, birodarlar. Xiyonat yomon narsa. Albatta ehtiyot bo'lish kerak. To'g'rimi? Ranjiydimi? Siz ranjidingizmi? Boshqa mo'min ham ranjiydi. Bu mo'minni ranjitgan odam ko'karmaydi. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Ikkinchi odam ham sal ko'ngilli bo'lsin. Shunda avvalning yo'q chiqib ketyapti. Quvlab borib, oldini to'sib, uni so'kib, uni g'ashiga tegib, shu musulmon ishimi? Tek qovur. Domlalarimiz aytardi, bir shafat yesang, qiyomat o'sh joyidan gul o'sib chiqadi derdi. Desa, talabalar bir-birimizga qarab, men qiyomatda gul zo'r ekanman-da derdik. Darsimiz tayyorlanib bo'lsa, kalta yo'rganimizdan, kalta dizidan gul chiqadi desa, bola aytadi, men gulzor ekanman derdi. Shunga rozi edik. Hozir maktabda o'qituvchisi bir marta dars qil deb qo'ysa, dadasi borib meniga yozib, o'qituvchisini qomatmagicha tingmayapti. Shu ham ota bo'ldimi, seni bolangni odam bo'lsin desa, o'qituvchiga hurmating shu mahali seni. O'qituvchilarni hurmat qilmagan odamdan kim chiqadi bilasizmi? Hech kim chiqmaydi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir umr bitta yahudiyni hurmat qilar ekan. U kelib qolsa o'rnidan turib o'rniga o'tkazar ekan. Yahudiy kofir, maktabda o'qituvchilar kofir emas, musulmon u. Shunda nima uchun buni hurmat qilasiz desa, bir marta olga chiqqanda bu ham ov qilib yurgan ekan. Itni voyaga yetishdi shu o'rgatgan dermishdi. Ovchi iti bo'lgan ekan. Ovchi iti qachon voyaga yetishdi qoidasini o'rgatib qo'ygan ekan. Menga itni voyaga yetishni o'rgatgan ustozim bo'ladi dermishdi. Ustoz degan so'z buyuk zot. Ustoz otangdaqa ulug', otangdek ulug' degan masalani ustozimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayhi chiqargan. Ustozlaringni maktabda xorlab tashlamanglar. Maktabda o'qituvchi bo'lish bor-ku, shu o'rniga bo'shab ketsam yaxshi deydigan ummatni davrida qolib ketdi-da. Sizni o'qituvchingiz jazvat urar edi-yu, ta'sirlatib qo'lingizga. Davlat qancha nima desa desin, siz ustozni hurmat qilib qoling, bir joysiz kamayib qolmas. Xo'p, men sizlardan so'ranadigan holatim shu edi. Sal qiyomatga yaqin ummat aynib ketgan paytda biz o'g'nalishimizni so'rayapti. Rasululloh shunday deb so'ragan, eshitganmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ragan: "Man ahya sunnati", meni sunnatni tiriltirib qo'ysa, "Inda fasadul ummat buzilgan davrda" deydi. "Falahu mi'atu ajr shahid." Unga 100 marta shahid bo'lgan odam, 100 ta shahid bo'lganlarning savobi tegadi deydi.